2026 yilgi Daewoo Matiz bu avtomobil ixchamligi, arzonligi va shahar sharoitida yengil boshqarilishi bilan mashhur bo'lgan modeldir. Aslida, Matiz ishlab chiqarilishi bir necha yil avval to'xtatilgan bo'lsa-da, bu avtomobil hanuzgacha ko'plab haydovchilar orasida o'z o'rnini saqlab qolgan. 2026 yilda eski Daewoo Matiz avtomobillari hali ham bozorda ishlatilgan holda xaridorlar orasida talabga ega, chunki ularning yoqilg'i tejamkorligi, ehtiyot qismlarining arzonligi va oddiy texnik tuzilishi uni eng qulay variantlardan biriga aylantiradi. Daewoo Matiz asosan kichik hajmdagi butun 8 litrlik benzin dvigateliga ega bo'lib, taxminan 52 ot kuchi ishlab chiqaradi. Bu dvigatel shahar harakati uchun yetarli bo'lgan kuchni beradi va yonilg'i sarfi o'rtacha 5-6 litr atrofida. Mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan bo'lib, avtomobil tezlikni yumshoq o'zgartiradi va texnik xizmat ko'rsatish oson. Saloni kichik bo'lsa-da, to'rtta yo'lovchi uchun qulay joy mavjud. Ichki dizayn oddiy, ammo kerakli barcha elementlar o'rnatilgan. Shamollatish tizimi, radio va ba'zi modellarda konditsioner ham mavjud. Yukxona kichik, ammo orqa o'rindiqlar buklansa, joy kengayadi. Bu esa kichik xaridlar yoki sayohatlar uchun qulay. Tashqi ko'rinishi yumaloq chiziqlar va ixcham o'lchamlar bilan ajralib turadi. Shahar sharoitida mashinani to'xtash joyiga qo'yish juda oson. Shu sababli Daewoo Matiz ayniqsa yangi haydovchilar va ayollar orasida juda mashhur edi. Hozirda 2026 yilda bu modelning yangi ishlab chiqarilishi to'xtagan, ammo ishlatilgan Matiz avtomobillari hali ham bozorda ko'p uchraydi. Ularning narxi hamyonbop, ehtiyot qismlari esa deyarli har joyda topiladi. Shu sababli Matiz hanuzgacha xalq mashinasi sifatida nom qozongan. Umuman olganda Daewoo Matiz bu soddalik, ishonchlilik va tejamkorlikni birlashtirgan mashina. Garchi endi yangi versiyalari ishlab chiqarilmasa ham, u avtomobil tarixida o'ziga xos iz qoldirgan. Shahar hayoti uchun mo'ljallangan eng qulay va arzon avtomobillardan biri sifatida u ko'pchilikning yuragida o'chmas xotira bo'lib qolmoqda.